Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari, sizlarga ko'rsatib o'tadigan ushbu variantimiz mana shu bozorlarimizni to'ldirib turgan meva-cheva, poliz ekinlaridan to'ldirib turgan kattagina issiqxonamiz sotuvda. Ushbu issiqxona albatta dong'i ketgan, nomi ko'pchilikka mashhur bo'lgan issiqxona. Sababi bunchalik ta'rifga ega bo'lishiga sababi zamonaviy ko'rinishda, zamonaviy yo'nalishda qurilgan ushbu issiqxonamizni birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Joylashgan lokatsiyasi esa G'urbun deyishadi. Eski Frunze, aniqroq lokatsiya Otbozor mahalla fuqarolar yig'ini. Mana shu Gulistondan kirishda 1,5-2 kilometr ichkarida Kaltaroobod degan qishlog'ida joylashgan mana shu kattagina yer maydoniga ega bo'lgan parnigimiz sotilyapti. Xudo xolasa pastda raqam qo'yib beramiz. Albatta o'zlari bilan bog'lanish imkoniyatini qilib beramiz. Bu yoqdan Maxosadan kelaverishda ham 1 kilometr, 1,5 kilometr ichkarida 4 tomondan kirish, chiqish imkoniyatlari bor. Juda ham hozir faoliyatga ega bo'lgan zamonaviy qurilishda, zamonaviy ko'rinishda ega bo'lgan qurilishimiz mana shu parnigimiz, issiqxonamiz sotilyapti azizlar. Birma-bir ko'rsatib o'tamiz endi Ozodjon bilan sizga tasavvurga ega bo'lishingiz uchun. Qolgan ma'lumotlarni esa mana shu kadrimiz davomida Ozodjon bilan birgalikda sizlarga ko'rsatib boramiz. Ketdik. Issiqxonamizda tok bo'lmagan holatlarda, elektr energiyadan kamchilik yetgan holatlarda alohida o'zini generatori mavjud. Alohida o'zini transformatori. Yana bir narsani alohida ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana shu gaz yo'nalishida isitish imkoniyatlari juda ham katta. Gaz-suv svetdan muammosi yo'q. Gaz bo'lmagan holatda, svet bo'lmagan holatda generatorni ko'rsatdim. Albatta juda ham imkoniyati katta parnigimizni. Gaz bo'lmagan holatda nima qilishimiz mumkin desalar, mana shunaqangi ko'rinishdagi katta mana shu nima deydi endi bu mexanizmni bir seximiz tashkil qilishgan. Ushbu sexda mana shu ko'mir orqali isitish tizimini tashkillashtirilgan. Ushbu mexanizmni bitta ko'rsating Ozodjon. Mana shu chiroyli ko'rinishdagi mana shu parnigimizni ko'mir yo'nalishida isitib berish imkoniyatini qilib beradigan kattagina mana shu boksimizga tashrif buyurdik. Shu mexanizmni ham bitta kichkina kadrda endi buni tushunadiganlar tushunadi. Men salkam tushunmayman to'g'rirog'i. Buni albatta o'zini yo'nalishida ishlaydigan akalarimiz tushunadi. Mana shu ko'mirda isitib berish imkoniyatini qilib berish uchun alohida o'zini xonasini yaratib qo'yishgan. Bu issiqxonamizni to'liq ko'rinishi 1 gektar maydonga qurilgan joy, 1 gektar maydonda esa alohida o'zini zelyonni zonasi bor. Uni albatta bog' yo'nalishi yo bo'lmasa issiqxona yo'nalishida foydalansangiz bo'ladi. Hozirda 1 gektar yer maydoniga ega bo'lgan, aytish mumkinki, tepalardagi salafanlari yaqinda tortilgan yangi parnik zamonaviy issiqxonamiz o'zini alohida mana shu isib ketgan holatlarda, issiq paytlarda o'zini aqlash denasi deyishar ekan, mana shu gofralari mavjud. Atapleniya sistemasi albatta gaz yo'nalishida, gaz yo'nalishi ishlamagan holatlarda kichkina kadrda sizga ko'rsatdim. Ko'mir yo'nalishi bilan isitish imkoniyatlari ham bor ekan. Yana bir narsani aytib o'tishimiz joiz deb bilaman. Tepalarda o'zini mana shu chiroyli ko'rpalari bor. Shundoqqina yopiladi. Ushbu mexanizmni ko'rpalarni mana shu yopib ochish mexanizmi knopkalashtirilgan joyi mavjud. To'lig'icha mana shu zamonaviy ko'rinishda moslashtirib qurilgan mana shu parnigimizni ko'rinishini sizga kichkina kadrda ko'rsatib o'tyapman. Issiq kunlarda mana shu tepasini to'lig'icha yopib oladigan setkalari mavjud ekan. Mana bu yoqda bitta kadrda ko'rsatishimiz kerak. Ofislarni tashkil qilishgan. Bu yoqda esa mana shu parnigimizda o'zini faoliyatini olib boradigan ishchilarimizning xonasi. Bu yoqda esa kuxnya tashkil qilishgan. Albatta ambor ham tashkil qilishgan. Yukimizni chiqarib mana shu xaridorlarimizga yetkazib berish uchun chiroyli amborlar ham tashkil qilishgan. Yana bitta kadrda bir narsani kiritishimiz kerak. Kapilni sistema deydi. Mana shu shlang tomchilab sug'orish sistemasini tashkil qilishgan. Mana bu yoqda suv bazasi. Mana shu ko'rinishni ham bitta ko'rsatib bering. Mana bu yoqda o'zini alohida mexanizmlari bor. Mana shu kranlari bor demoqchiman. Mana shu kapilniga ulangan holatda shundoqqina mana shu shirin suvni bazasidan tortib turib kapilniga yo'naltirish imkoniyatlarini to'lig'icha mana shu mexanizmlashtirilgan jarayonni sizga yetkazib berdik degan umiddaman. Albatta qolgan ma'lumotlar uchun pastda albatta raqam qo'yib beramiz, lekin sizga harakat qilyapmiz yetkazib berishga. Issiqxonamiz to'lig'icha mana shu kamera nabludeni, mana shu kuzatuv kameralaridan
jihozlab qo'yishgan. Ushbu maydon 2 gektar yer maydoniga ega bo'lib, 1 gektar yer maydoni issiqxona yo'nalishi. Mana bu yoqda o'zini alohida ko'chatxona deyishar ekan. Ko'chatxonasini ham tashkil qilishgan. Mana bu tomonda esa o'zini alohida bo'sh yer maydoni bor. Hozirda mana shu chorva mollari uchun bedalar ekib qo'yilgan. O'zlarini alohida fermalari ham mavjud. Mana shu chorva mollari uchun mana shu kichkinagina bo'lsa ham ferma tashkil qilib qo'yganlar. Demoqchimanki, 1 gektar bo'sh yer maydoni, 1 gektar parnik yo'nalishi. Sizga anchagina ma'lumot yetkazib berdik degan umidda biz yetkazib bera olmagan ma'lumotni albatta pastda raqamlarni qo'yib beramiz. Siz biznes faoliyatingizni boshlashingiz uchun yaxshigina imkoniyat. Albatta faoliyatingizni boshlab mana shu yerda gullab yashnatish sizning qo'lingizda albatta. Yetkazib bera olmagan ma'lumotda pastda raqam qo'ydik. Siz ham birovga yetkazing, like bosib tarqating. Salomat bo'ling.